Assalomu alaykum, men YouTube obunachi qatnashchilarim. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz ingliz tilidan can, could, would you larni biz talab, taklif qilganimizda, ruxsat berganimizda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Bu juda ham zo'r mavzu bo'lib, ayniqsa suhbatlarda, speakinglarda juda ham zo'r ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Birinchi foydalanadiganimiz bu can, could, will, would. Can, could, will, would bu biz kimdandir nimadir qilishni so'raganimizda ishlatamiz. Ya'ni ask people to do things. Ya'ni kimdandir nimadir qilishni so'raymiz. Masalan, meni kutib tura olasanmi deymiz. Can you wait a moment, please? Iltimos, bir daqiqa kuta olasizmi degan gapimiz. Ya'ni kimdandir nimadir qilishni so'rash. Meni kuta olasizmi? Iltimos, menga nimadir qilib bera olasizmi? Bitta menga yaxshilik qila olasanmi? degan gaplar hammasi mana shu can, could bilan yasaladi. Buni yana bitta sinonim shakli bor ekanki, buni can, could, will, would larni bitta sinonim shakli. Do you think you could degan shakl. Qila olasanmi? Bu ham qila olasanmi degani. Masalan, siz meni olib keta olasizmi degan gapni aytsam. Mashinada meni olib keta olasizmi mashinangizda degan gap. Do you think you could take to the station? Stansiyagacha, ya'ni avtobusimgacha olib borib qo'ya olasizmi degan gapni aytmoqchi bo'lsak, ya'ni kimdandir, ya'ni asosiy qoidasi nima ekan? Ask people to do things. Kimdandir nimadir qilishni so'rashda ishlatilyapti. Ko'rdingizmi? Ask people to do things. Bular qaysilardan foydalanar ekan? Can, could, will, would. Hammasi odamlardan, ya'ni tashqi atrofingizdan sizga nimadir qilib berishini so'rash uchun ishlatyapsiz. Iltimos, meni qilib bera olasizmi? Iltimos, kutib tura olasizmi? Can, could, will, would. Xohlaganingizni qo'ying. Can, could, will, would. Do you think you could? Ham dan keyin bitta fe'l qo'yasiz, bo'ldi. Keyin aniqlovchi to'ldiruvchilarni o'zingiz qo'yib ketaverasiz. Do you think you could take to the station? You can take home. Uyimgacha olib borib qo'ya olasizmi? Hammasi bir xil. Ya'ni kimdandir nimadir sizga qilib berishini so'rashingizda ishlatilyapti. Endi esa sizga nimadir qilib berishini so'rash uchun ishlatdik. Endi esa ishlatadiganimiz ikkinchilik. Bu narsa so'rashda. Asking for things. Narsa so'rashda qaysilarni ishlatamiz? Can, could, may. Tuzni uzatib ola olasizmi degan gap. Could I have? Could I have the salt, please? Tuzni uzatib ola olasizmi degan, ya'ni tuzga ega bo'la olamanmi degan ma'noda tarjima qilmang. Ya'ni tuzni uzata ola olasizmi degan ma'noda kimdandir o'sha nimani so'rayapsiz? Narsa so'rashda ishlatiladi dedim. Siz o'sha narsani so'rayapsiz. Bu tuz ekan. Yoki-da bo'lmasa nimadir so'rash, postkar, daftar, ruchka, nimadir so'rashni ishlatilganda mana shu can, could, mayni ishlatyapsiz. May bu judayam bir formal shakl hisoblanadi. May formallikda ko'proq ishlatiladi. Can, could esa judayam usual, odatiy hisoblanadi.
Farqi nima ekan? Farqi can kodi doimiy usualda ishlatiladigan, ya'ni suhbatlarda can kodini bersangiz bo'ladi. May bilan esa siz formali gaplarda ishlatsangiz yaxshiroq, tushunarli. Masalan, may I come in desangiz kirsam bo'ladimi? Ya'ni formal holatlarda, rasmiy holatda ustozingizga aytarsiz, mana shu holatlarda ishlatasiz. Keyingisi yana bitta holatimiz bor. Kimdandir nimadir qilishni, yana so'rashda ishlatamiz. Uchinchi holatimiz esa kimdandir nimadir qilib berishini so'rashda, masalan, siz qarshimasmisiz deb baribir so'raymiz-ku, siz qarshimasmisiz desam. Agar mana shunaqa qilsam, siz qarshimasmisiz desam, tagida nima yotibdi? Men undan nimadir qilishni so'rayapman, lekin juda ham muloyim shaklda so'rayapman. Do you mind if I degan gaplar yoki is it all right if degan gap yokida bo'lmasa is it okay if degan gap if I nimadir qilsam siz qarshimasmisiz degan gaplarda buni ostida nima yotibdi? Kimdandir nimadir so'rashlik yotibdi. Masalan, gap tuzadigan bo'lsak, ko'chada ketyapsiz, telefoningiz yo'q. Juda ham muloyimligi bilan nima deysiz? Do you mind if I can use your phone? Telefoningizdan foydalanib tursam maylimi degan gapni ishlatasiz. Telefoningizdan foydalana olsam maylimi yokida if I use your phone deysiz. Ko'pincha verb 1 keladi. Use your phone. Qarshimasmisiz telefoningizdan foydalansam? yoki do you mind if I take your pencil? Qalamingizni olsam qarshimasmisiz? Yokida bo'lmasa is it okay if I open the window? Derazani ochsam qarshimasmisiz degan ma'nolarda ishlatiladi. Tushunarli? Bu ham qaysi holatda ishlatilar ekan? Bu ham kimdandir nimadir asking for things. Nimadir so'rashda ishlatyapsiz. Asking to do things. Asking to do things. Nimadir qilishda ishlatilar ekan. Bular qaysilar? Bular do you mind if I degan gap. Do you mind? Is it all right? Is it okay if I degan gaplarni ishlatamiz. Endi esa uchinchi shakli, bu kimgadir nimadir taklif qilish, offeringda ishlatiladi. Masalan, taklif nima bo'ladi? Nimadir ichasizmi? Uyingizga mehmon keldi, nimadir ichasizmi? Ya'ni taklif qilganimizda biz nimadan foydalanamiz? Candan foydalanar ekanmiz. Ya'ni offeringda, taklif qilganimizda. Choy ichasizmi? Can I get you a cup of tea deymiz. Bir chashka choyga nima deysiz? Choy ichasizmi degan gapimiz mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni mehmon keldi, choy ichasizmi? Choy oldingizda turibdi, bir chashka choy qo'yib bermoqchisiz, bir piyola ichasizmi deganda can I get you a cup of tea? Can I get you a cup of tea deysiz. Ya'ni taklif qilyapsiz. Oling degan gapga to'g'ri keladi-da, bu o'zbek tilida. Canga. Masalan, yana nimadir taklif qilish. Yordam beraymi? Qiynalib turibdi. Shunda nima deysiz? Can I help you? Yordam beraymi degan ma'noda. U nima deydi? Yo'q, shart emas. No, it's all right. O'zim eplayman. I can manage deydi. Va yana bitta taklif qilishda offering va to'rtinchisi invitingda taklif qilish
da ishlatiladigani would you like degani bor. Would you like? Would you like degani bu ham offering yoki to invite degan holatlarda foydalaniladigan grammatika hisoblanadi. Masalan, would you like juda ham ko'p ishlatiladi inglizlarda. Coffee ichishadi-yu. Would you like a cup of tea deydi. A cup of tea yoki cup of coffee deydi. Mana shu holatda mana noun kelyapti orqasida. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of coffee deydi. Taklif qilyapti. Ichasizmi? Ichasizmi degan holatlarda ishlatiladi. Yana bitta buni javobi would you like bilan siz savol berdingizmi? Javobi doim would you like bilan bo'lishi kerak. Shunda nima deysiz? I would like deysiz to eat some food. Ya'ni qorningiz och qolib kelyapti, ozgina bir muloyimlik bilan aytasiz. I would like to eat some coffee deysiz. I would like to eat some food deysiz. Ya'ni ovqat yemoqchiman deysiz. Tushunarli-a? I would like qisqartmasiz aytmoqchi bo'lsangiz, yozmoqchi. I would like to try on this jacket. Bu nima degani? Buni kiyib ko'rsam bo'ladimi deysiz. Ya'ni nimadir sotib olmoqchi bo'lganingizda, taklif bildirganingizda, xohlayman degan ma'noda want da keladi, lekin juda ham bir hurmat shakl ma'nosida. Bu polite way hisoblanadi-da o'zi. Tushunarli-a? Polite way holatida biz shuni ishlatamiz. Mana. Would you like ni o'tdik. Would you like offering and inviting shakllarda ishlatilar ekan va judayam taklif berganlarda judayam bir polite way hisoblanar ekan. Tushunarli-a? Va yana bitta taklif berganda biz can ni ishlatar ekanmiz-da. Ikkita taklif berishda ishlatiladigani bu can bilan would you like ekan. Endi esa kimdandir nimadir qilishini so'raganda esa do you mind if I, is it okay if I degan bu qotib qolgan holatlari bor ekan. Shulardan foydalansangiz bitta fe'l qo'yasiz, bo'ldi. Do you mind if I take your umbrella? Is it alright if I open the window? Is it okay? Ya'ni qarshimasmisiz, nima deysiz degan holatlarda bizda ham ishlatiladi-yu. Mana shu holatda bir chiroyli formal shaklda yoki polite way shaklida foydalanganimizda mana shularni ishlatsangiz bo'ladi. Va asking for things, nimadir so'rashda esa can, could, may dan foydalanar ekansiz. Tushunarli? Can, could, may. Could I have the salt? Can I have the salt? May I have the salt? Uchalasi ham bo'lar ekan. Va can, could, will, would hammasi nimadir qilishni so'raganda. Shuni qilib bera olasizmi? Ya'ni kimdandir siz nimadir qilishni so'raysiz. Can you wait a moment? Kutib tura olasizmi? Mani eltib qo'ya olasizmi? Hammasi can, could, will, would bilan ishlatar ekansiz. Keling endi misol ko'ramiz. You are carrying a lot of things. You can't open the door yourself. There is a man standing near the door. You say to him. Siz nimadir olib kelyapsiz. O'zingiz eshikni ocha olmaysiz va yoningizda kimdir turibdi. Shunda nima deysiz? Could you open the door please deysiz. Mana shu holatda siz qaysi grammatikalarni can, could, will, would ni foydalansangiz bo'lar ekan. Endi mana shu holatda gap tuzamiz. You phone Kate's office. Kate'ning ofisiga telefon qilasiz, but somebody else answers. Hech kim javob bermaydi. Kate is not there. You want to leave a message for her. Can I leave a message deysiz. Xabar qoldirsam bo'ladimi deysiz.
xabar qoldirsam bo'ladimi? Bo'ladimi degan holatda ishlatsangiz, o'zbek tilida mana shu holatda ishlatiladi, ya'ni. Endi esa keyingisi, you are a tourist. You want to go to the station, but you don't know how to get there. Siz turistsiz, siz stansiyaga borishni xohlaysiz, siz u yerda qanday borishni bilmaysiz. You ask at your hotel. Mehmonxonangizdan so'raysiz. How can I get there? This is. U yerga qanday borsam bo'ladi? How can I get there? This is. You are in a clothes shop. You see some trousers you like and you want to try them on. You say to the shop assistant. Siz uni kiyib ko'rmoqchisiz. Kiyib ko'rsam bo'ladimi degan gap nima bo'ladi? Can I try them on? This is. Kiyib ko'rsam bo'ladimi? Can I try them on? Can I try them on? This is. Sizni mashinangiz bor. You have to go the same way as Steve, who is on foot. You offer him a lift. Sizni mashinangiz bor. Stevenni olib ketishingiz kerak. Shunda olib ketaymi deysiz. Can I yoki could I take you deysiz. Olib ketaymi deysiz. Tushunarli-a? Keyingi gapimiz, you want to borrow your friend's bike. What do you say to him? Do you think I could borrow your bike? Bu ikkinchi qoidaga to'g'ri keladi. Do you think degan grammatikaga. Mana. Do you think you could degan grammatikaga to'g'ri keladi. Do you think you could borrow your bike? Do you think you could degan grammatika. You are staying at a friend's house and you would like to make them coffee. What do you say? Siz do'stingizning uyida turibsiz. Shunda kofe xohlaysiz, ichsiz kelyapti. Shunda nima deysiz? Is it all right if I make some coffee? Kofe qilib tayyorlab ichsam maylimi deysiz. Maylimi? Is it all right? Is it all right? You have filled in some forms in English. You want your friend to check them for you. What do you ask? Think bilan berish kerak ekan. Do you think you could check them for me deysiz. Men uchun qila olasanmi deysiz. Ya'ni bu ham kimdandir sizga nimadir qilib berishini so'raganda ishlatilyapti. You want to leave work early. What do you ask for your boss? What do you ask your boss? Deganim. You want to leave work early. Siz ertachi ketishni xohlaysiz. Keyin bossingizga nima deysiz? Xo'jayinizga. Do you mind if I leave work early? Ertaroq ketsam maylimi deysiz. Do you mind if I? Degan if I. Degan is it okay if I? Is it all right if I? Degan qotib qolgan joy bilan foydalansangiz mana shunaqa. Juda chiroyli tuziladi. The woman in the next room is playing music. It's very loud. You want her to turn it down. What do you say to her? Pasaytirishini xohlaysiz uni. Do you think you could turn it down? Nima deysiz? Pasaytira olasizmi deysiz. Pasaytirib yuboring. Do you think you could turn it down? You are on a train, the window is open and you are feeling cold. Siz trendasiz va deraza ochiq, sovqotyapsiz. You would like to close it, but first you ask the woman next to you. Yoningizdagi insondan so'raysiz. Is it okay?
Is it okay if I close the window? Derazani yopsam maylimi? Yaxshimi? Sizga ham qulaymi? degan ma'noda ishlatasiz. You are still on the train. The woman next to you has finished reading her paper and you would like to have a look at it. You ask her. Yoningizdagi odamdan o'sha gazetangizni o'qisam maylimi deb so'raysiz. Shunda do you think I could borrow your paper? Berib tura olasizmi? Bitta ko'rib chiqay deysiz, a? Va keyingi holatimiz Paul has come to see in your flat. Sizni ko'rishga keldi. You offer him something to eat. Siz unga nimadir yeyishni taklif qilishingiz kerak. Ya'ni kelgan mehmonga nima deysiz? Would you like something to eat deysiz. Ya'ni would you like biz tepada qoidani ishlatdik. Ya'ni kimgadir nimadir offering taklif qilganda biz can va would you like ni ishlatdik. Can va would you like. Endi shunga yarasha gap tuzamiz. No, thank you. I've just eaten deydi. You need to help to charge the battery in your camera, you ask Kate. Siz kamerangizni zaryadga qo'ya olishingiz kerak va Kate'dan so'raysiz. I don't know how to charge the battery. Men bilmayman qanday buni qilishni deysiz. Va can you help to charge? Qilishga yordam bera olasizmi? Desa, albatta, it's easy. All you have to do is this. San qiladiganing mana deb ko'rsatib beradi. You are on a bus, you have a seat, but an elderly man is standing, you offer him your seat. Siz joyingizda kimgadir taklif qilyapsiz. O'tiring, siz mendan katta ekansiz degan holatda can I give you a seat deysiz. Bera olaman, beraymi deysiz. O'tirasizmi, beraymi degan holatda ishlatasiz. You are the passenger in a car. Your friend is driving very fast. You ask her to slow down. You are making me very nervous. Siz mashinada bir yo'lovchisiz. Sizning do'stingiz juda ham tez haydayapti. Siz biroz iltimos sekinlat deganda siz aytasiz. Men juda ham jahlim chiqib ketyapti, asabim buzilib ketyapti. Pasaytira olasanmi? Can you slow down deysiz. Oh, I'm sorry, I didn't realize I was going so fast. Bilmagandim shunchalik tez ketyapmanmi deydi. You have finished your meal in a restaurant and now you want the bill. You ask the waiter. Siz restoranda ovqatingizni yeb tugatdingiz va nima shot so'raysiz. Va nima deydi? Can you give me the bill? Shotni bera olasizmi? Can you give me the bill? Sure, I will get it for you now. Hozir beraman, olib kelib beraman deydi. A friend of yours is interested in one of your books. You invite him to borrow it. Sizda do'stingiz kitobingizga qiziqib qoldi va siz uni taklif qilasiz. This looks very interesting. Yes, it's a good book. Va bu juda ham zo'r kitob ekan. Berib tura olasanmi? Can you borrow it deysiz. Uni berib tura olasanmi? Mana o'qib chiqay degan holatda ishlatiladi. Mana mavzuyimiz shu yergacha edi. Ko'rib chiqdik. Ya'ni birinchi holati nima ekan? Juda ham bir adashmovchilik grammatika hisoblanadi. Can kodlardan va will would-ni biz mana gaplarni ko'rib chiqdik. Ya'ni kimdandir nimadir sizga qilib berishini so'rash. Sizga qilib berishini so'rashda ishlatdik. Va ikkinchilik esa bu qotib qolgan holat bor ekan. Do you think
you could degan holat. Va bu nimaga ishlatdik? Bu ham can could-ni ikkinchi sinonim holati hisoblanar ekan va bu ham sizga kimdir qilib berishini so'rashda ishlatdik. Uchinchi holatimiz bu is it okay if is it alright if degan holat. Ayniqsa would you mind? Do you mind if juda ko'p ishlatiladigan bu kimdandir nimadir qilishini siz qilishingizni so'raysiz. Siz qilishingizni so'raysiz shunda. U emas. Kimdir sizga nimadir qilib berishini so'rashda can, could, will, would ishlatasiz va do you think you could-ni ishlatasiz. Sizga kimdir qilib berish kerak va siz nimadir qilishini boshqadan so'ramoqchi bo'lsangiz, is it okay, is it all right if do you mind if dan foydalanasiz. Va taklif holatida esa nimadan foydalandik? Taklif holatida va to'rtinchilik can bilan would you like to. Buni ishlatganimizning sababi bitta qoida bilan yodlab qoling. Choy ichasizmi degan holatni can bilan would you like bilan ishlatishingiz kerak. Ya'ni choy ichasizmi, taklif beryapsiz. Offering holatida shulardan foydalanasiz. Mana. Endi tushunarli bo'ldi. Va birinchi marta tushuntirib berdim, yana qaytarib berdim. Ishlab ham berdim. Va yana bitta tushuntirib o'tib ketdim. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Agar savollaringiz bo'lsa, Telegram kanalimizga murojaat qiling. U yerda mana lichkam turibdi va botlarimiz ishlaydi. U yerda testlar tashlanadi. Manfaatli bo'lsin. Pulli kurslarimiz ham bor. U yerda vazifalar tekshiriladi, alohida vazifalar beriladi, kitoblar, juda ham ko'p imkoniyatlari bor.